TikTok platformasiga obunachi ko'paytirishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, bugungi video aynan siz uchun. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, qadrli obunachilar. Sizlar bilan men Ro'z Muhammad Murodov. Bugungi videomizda TikTok platformasiga pullik va bepul obunachi ko'paytirish haqida gaplashib chiqamiz. Sizdan talab qilinadigan narsa videoni oxirigacha ko'rish va ushbu videoga bitta like bosib qo'yish kifoya bo'ladi. O'zi asosan obunachini TikTokka nima sababdan ko'paytirishadi? Efir ochishlik uchun obunachi ko'paytirishadi. Ya'ni 1000 ta obunachi bo'lsa, TikTokda pryamoy efir ochiladi. Bo'lmasam, obunachi ko'paytirish haqida gaplashamiz. Qadrli kuzatuvchilar, bo'lmasam hozir sizlarga birinchi o'rinda bepulga obunachi ko'paytirishlikni o'rgatmoqchiman. Bu lekin ozgina qiyin, ozgina vaqt o'tish kerak bo'ladi. Lekin samarali usul albatta. Kirasizlar, videolarga kirganinglarda mana bu joyda video ko'rasizlar. Ushbu videolarda mana video qo'ygan odamlar bor. Video qo'ygan odamlarni masalan mana bu profiliga kirasizlar. Kirganinglardan so'ng bu joyga 329 mingta odam obuna bo'lgan, ya'ni podpiska tashagan, ustiga bosasizlar. Bosganinglardan so'ng mana bu joyda odamlar podpiska tashagan, ko'rishingiz mumkin. Mana bunisi ko'p albatta. Bunisiga nisbatan, o'rtadagisiga nisbatan sizlar mana shu joydan 50 tasiga podpiska tashab chiqasizlar. 50 tasiga tirs. Har kuni mana bugungi sanada 50 tasiga tashab chiqinglar. Ertasi kuni nima qilasizlar? Ertasi kuni podpiska tashaganinglar mana bu joyda ko'rinadi. Sizlar bu joydan podpiskalarni ertaga mana hozir 2:13 ta qilyapman. Ertaga 2:13 dan keyin, ya'ni 24 soatdan keyin podpiskalarni tashaganinglarni olib chiqasizlar. Albatta hammasini отписаться qilib, yana bironta bir video ko'rib o'zingizlarga bir yoqqan deylik. Mana yoqqan shu videoni bosasizlarda ustiga podpiska tashagan odamlarni yana 50 tasiga podpiska tashab chiqasizlar. Va yana xuddi shu holatda kuniga yo'q deganda 20 ta 30 tadan obunachi kelaveradi o'zingizlar xohlagan, xohlamagan tarzda. Shunaqa qadrdonlar. Hozir endi pulligini o'rgataman sizlarga. Pulli obunachi ko'paytirish uchun bizga Chatsen bot yangi degan bot kerak bo'ladi. Ushbu botni opисаниyaga yokida kommentariyaga yokida Telegram kanalimga qoldiraman. Havolasini ustiga bosib kirib bemalol foydalanishingiz mumkin. Bu joyda bot orqali nakrut ko'ramiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi klik ilovangiz kerak bo'lsa bo'ldi. Shunday klik ilovadan hozir men sizlarga pul tushirishni ham o'rgataman. TikTokga obunachi ko'paytirishni. Xizmatlarga buyurtma berish o'zbekcha tarzda mana bu joyda xohlagan ijtimoiy tarmog'inglar bor. TikTok ilovasini bosib, obunachilarni xohlasanglar like, prosmotr mana 1000 ta obunachi bu joyda Rossiya obunachilari mana 33 ming so'm ekan. 33 ming so'm. 1 soat 50 daqiqada bajarilish vaqti tanlashni bosasizlar. Bosganinglardan so'ng xizmat uchun kerakli obunachilar 1000 ta obunachi yozasizlar. Va mana bu joyda hisobinglarni to'ldiringlar deyapti. Hisob to'ldirish oson, ustiga bosasizlar. Klik orqali ustiga bosasizlar. Bosganinglardan so'ng mana bu joyda mana to'ldirmoqchi bo'lgan summani kirit deyapti. Masalan, 40 ming so'm deylik. Ustiga bosasizlar. Va sizlarga havola beradi. Havolani ustiga bosib, mana ochishni bosasizlarda klik ilovaga kiradi. Kirgandan so'ng o'zi mana to'lashni bossanglar pul ketadi va bu joyda pul ko'rinadi. Xullas, shunday tarzda hisobinglarni to'ldirib 1000 ta obunachini bosasizlar va havolalarni jo'natasizlar. TikTok platformalaridagi havolalarni mana bunday olasizlar. Bitta ustiga bosib, havoladan nusxalash qilib ushbu TikTok platformalariga obunachi ko'paytirishingiz mumkin va 1000 ta obunachi qo'shib efirni ochib olishingiz mumkin bo'ladi qadrdonlar. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar. Keyingi videoda xudo xolasa TikTok platformalariga moneta sotib olishni o'rgataman.